电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆博格拉文化传播有限公司联合制作的大型电视文艺节目《帕里迪欧丝绸之路之声》栏目，我是主持人李嘉德。Salam ekran aldidagi er millat ko'rman do'stlar. Kang to'ri ahli, shundaqla naq maydondagi yetakchi ustozlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Şinjan Bug'ra madaniyat taqtish sherikti birlashib uyushtirgan Şinjan Pavideo sodichaklik sherikti tajdarligidagi cho'ng tipdagi televiziya universal san'at programmasi 5-qaror Pavideo Ipak Yo'li sadosi programmasi. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. Keskin tanlashlardan keyin ustozlar o'z guruhisiga bir-biridan qobil mahirlarni tanlab oldi. Endi bu sonimizda kimlar qaysi ustozning guruhisiga tanlanib kiralaydi? Yana qaysi mahirlarning qandoq go'zal kuylariga jo'r bo'lamiz? Diqqatinglar, Pavideo Ipak Yo'li sadosi programmasida bo'lsin. محبت
tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan kozur mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo savdo-cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Ekranidagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan kozur mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo savdo-cheklik shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandak taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sertan Alga Chipasi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yengnur Bio Fan Texnika cheklik shirkati yaqindan yordam bergan. 大家好，我叫王超，来自于乌鲁木齐市第19中学，是一名音乐老师。平常呢非常喜欢唱歌，所以非常高兴能够参加丝绸之路之声这个栏目。以前参加过一期咱们的节目，今天又来参加这个节目呢，希望就是自己在唱歌方面能够得到更多的提高，希望和导师能够学习到更多唱歌的技巧。我这次为大家带来的歌曲是《阿纳尔汗》。我想唱这首歌曲是因为这首歌曲非常的动听，然后希望这个歌声能带给观众朋友们音乐的享受。 Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Xinjiang Pavideo savdo-cheklik shirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Belikyar elektron fan texnika shirkati izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü darajalik mukofotga erishgan mayirimiz bo'lsa Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 4. darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Albatta 5. bo'lgan mahirimizga mukofot buyumlarimiz bor. U bo'lsa 5. darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yengnur Bio Fan Texnika cheklik shirkati 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishishmi hargiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erishish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Güzel çihrın tuzanmışçıde ayağım Uzun kıça kıynar seni ama Tirek astıdan ben karayman seni yarim tamam Anarның gülü tam peytide hiç yılgan bir gün Bu kalbimge hutni salgan gün
şerktim baltığa Uyasqa biqim Uyqatı yurttum navasi Ah anar hanyam anar Ah anar han canım anar Arkadaş ne şotsa? Ne miken bu? Bu Peridyon'un tertoptiş etirge qarab pek biçetge, pek saldı. Ekle. Azı sahne çıkımız değil mi ekle? Ale boptu, bir qitim berey boptu. Rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash aptitali mayirlarga omad tilaydi. 王超是咱们这个丝绸之路之声这个栏目的这个以前的一个老选手啊，参加过咱们这个栏目。这位这个选手他这个二胡、马头琴，这个多才多艺。你看这次用维语唱这个阿纳尔汗啊，其实我觉得就是他想表达的也是这个咱们在这个新疆。各民族的一个交流啊，融合，对，他用这个维吾尔语演唱的这首歌曲，我觉得尽管我觉得他有一些音准啊，或者有一些小的细节上可能拿捏的不是那么到位啊，但是我觉得他能有这个勇气，能用维吾尔语演唱这首歌曲，我觉得就值得表扬，值得鼓励。没错，非常好。各位导师好，我叫王超，来自乌鲁木齐市第19中学，是一名音乐老师。唱的这个阿纳尔汗电视剧阿纳尔汗的主题曲，也就是我们这个阿布莱蒂老师的作曲啊。对，我们大家都比较熟悉都喜爱的一首歌。怎么想到用这个维吾尔语来唱这个？我其实之前听过维吾尔语的还有汉语，但是我觉得维吾尔语的表达更美丽、更婉转、更动听，我觉得特别好。好。这其实都有，两个版本都有。现在你看见了啊，我们3位老师为你转身了，已经。那我们就听一听我们导师们的这个对你的评价。好的。王超好像我们中间也有缘分。我记得我第一次认识你的时候，见到你的时候是你唱过这个《刀郎麦西莱普》。对，也是我作曲，而且我歌曲作品中比较重量级的一个作品。参加过这个2008年这个奥运会开幕式，就是阿卜杜拉唱的，阿卜杜拉是原唱，第一个唱的就是他。对。我记得就是你就在电视台唱了这个刀郎麦西莱普，我就比较好奇，哎呦，这到底一个汉族同志这么比较那个刀郎那个音调，刀郎音阶比较民间比较浓厚的一首这种一个拐弯拐曲的这种一个旋律来，你能唱出那个味道，绝世简直是个那个不一般。谢谢老师。说这些就是欢迎加入到我的团队，因为就是你第一上台，你是不是第一次上台就是新疆电视台那个唱刀郎麦西莱普是第一次还是？对。我们之间也有缘分啊，你就记住这一点。好，谢谢老师。好，我们现在第一个转身的夏木老师。就是我转的意思就是我就是万万没想到，就是汉族同胞来就是我们的这个本民族的就是曲目，但是唱的特别好，我转的就是我真的就是太那什么惊呆了。谢谢老师。怎么说呢？我就是对你就是无话可说，方法有，然后我们那个民族唱法的那个味道有，就那个味道也有，然后风格也有，然后语言特别准，所以就是怎么说呢？我就是怎么说呢？无话可说，就是特别那个什么佩服您。谢谢老师。
欢不欢迎？欢迎啊！那这个对方，这个话是后面不说就不有效啊，不算。你演唱的时候，那个嗓音特别洪亮，特别干净，然后语言，你的歌词特别清晰，要的特别清楚。特别好，气息也好，那个味道，维吾尔族的那个味道，弄得也唱得特别好，很有味道。然后我听过你唱的那个刀郎，也唱得特别有味道。欢迎加入我的团队。谢谢老师。那个你忘掉了没有？那个刀郎麦西来不那个3班部分？记得呢。你给我们唱1-2句。好。Şballık sabah meşrep Hamallık koynunda muka Elin alma cambazlı 非常棒，非常棒，非常棒，非常棒！太发音特别标准。你用的那个颤音也是维吾尔族的正确的那个颤音。这一首歌啊，他听好几千遍，一个一个听，仔细的听，每一句要听，就这样学的。其实他也不会说维语，会说一点点，但是这个一听他这个唱，我们都觉得他可能会说维语，但是实际上他唱的时候不错啊，说话还是比较困难。我只是最简单的维吾尔语。他还有其他的功能，他还有这个拉这个马头琴，对吧？对对对。反正他喜欢我们新疆的各族这个少数民族的这个歌曲呀、乐器呀都有一种喜爱。你的这首歌也体现到了我们这个舞台的这个多民族的团结的一个意思。那个你可能也有自己的想法，我们现在剩下的时间呢留给你，你想一想，然后说出自己的这个决定。好。Siz süzük yengilliksiz, vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. Izlash tarjimoni davlat o'rtaq til yozig'i o'rganishdagi eng unumli metal. 200 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. Izlash kirgizgich qulaylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Acayip, pakiz tuyg'u. Pakiz sevgiga intizorman. Tabiat menga pakiz hissiyat ato qiladi. Suv bor joyda pokizlik bor.
tabiatdan kelgan yoshing mineral suv. Tashqin demak vujudimga kuch quvvat. Tashqin derdi sağlamlık qilganmada. Coşqunluq va ishonch Tashqindan boshlang'usi. Tashqin oqsil talqonlari. Sarton olgich pastasini bilamsiz? Sarton pastasi Sayram ko'lidan avrishga elingan Tianshan sovuq suv olgisidan ishlangan patent huquqiga ega. Men Mevlan Namtiman. Sarton olgich pastasini har biringlarga tavsiya qilaman. Sarton tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sarton. Sarton sovuq suv olgich pastasi. Mening bir orzuyim bor. Buvim mamam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yeb keldik? Dulkan Nobeyji. Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysiniz shu huzur. Kunda bir tal yeysiniz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Uchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi barg'ancha yashirsiz. Dilkan Nobeyjing. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga mu shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik chekli shirkati mayirlarga omad tilaydi.阿布莱斯老师说我们有缘分，其实我唱了2首歌都是您的歌，所以最终我想选择您的战队。好，欢迎。Wang Chao, Millatlar Ittifoqiga po'raklab ichilib, tushpuroqlari hamma yerni qoplagan damlarda sahnamizda yana inoq ittifoqlik kuyini yangirtib, ko'ngillarni illatdingiz. Ablat muallim bilan bo'lgan ustoz shogirdlik mehrning abadiy davomlashishiga tilakdoshmiz. Wang Chao o'zi bu musiqa o'qituvchisi ekan. Ham o'zimi burunmi shunday cho'ng bir necha sahnalarda o'ziniki mushtayatga naqsh aytishdagi talant mahirini ifodalagan bir qator sahna ko'rgan tajribalik mahir. Bu qatim hamda yana Anarxon degan men ishlagan shu naqshini elib kelib Uyg'ur tilida bu naqshini ravon, rahat, erkin shunday ijro qilib biz 3 ustozniki qoyilligini, mayilligini qo'lga keltirdi. Bu mayirning mening guruhimni, ya'ni Tashqin guruhimizni tanlab guruhimizga qatilganligida nayta xursand bo'ldim. Bizning bu qatimliq bu guruhga har millat naqshi shaydolari to'plashgan bir millatlar cho'ng oila guruhi bo'ldi. Biz Wang Chao bilan, ya'ni bundan keyingi qadamlarimizni yaxshi besishga ishonchim bor. Mening yorim jahonda birli jamal keldi. Mening yorim jahonda birli jamal keldi. Hüsnü quyosh yoki ay ko'zi chulpan keldi. Hüsnü quyosh yoki ay ko'zi chulpan keldi.
kim küse bu yeni Tarile de bu yeni Her kim küse bu yeni Tarile de bu yeni İzdep sorab yeni Zadı sersan geldi İzdep sorab yeni Zadı sersan geldi Güzellermiş bu zari Baharının cemali Pişip alma anari Bağ bustan ikende Andın almığa lezzet esnadan ikende Şigerledek şarabi Detki derman ikende Şekerledek şarabi Detki derman ikende Her kimge yaşlık çağı Az gün mihmal ikende Her kimge yaşlık çağı Az gün mihmal ikende Az gün mihmal ikende Qo'llichan yo'q, kech uyqu yo'q, qanday qilishimni uqmadim dash. Quvvatlaydigan bir amal topsam bo'ldi. Qarasang, bunda bir ishchilik olib keldim. Ma bu badamning ishga, ma bu yong'oqning ishga, bu ishkilisi yashin, quvvat ichimliklarga. Mushni bir ishni ko'rib boqamsa? Tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Payvideo savdo-cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. 这位老师就是这个老艺术家了，我们在这个都在一个单位共事，对，多少年了，他跟阿卜杜拉老师他们都在一块儿，不管是这个从音乐的表现啊，方方面面，那是老江湖，那这非常棒，你感觉呢？是不是？一张嘴非常抓人。我们这个老前辈到这个舞台上来，对，献一首歌啊，其实也是对这个。 我们整个这个年轻歌手也是一种鼓舞，是吧？鼓舞，是吧？特别的好啊！完了以后，这个给整个给那就是这个年轻的歌手们都是个榜样啊！是啊，这真是非常好，非常感谢他。Acayip. İki kız gap koydum hemen. Makul. Neşe iki kız gap koydum. Ruhsat mı? Ruhsat oldu falan mı? Lan nakşım azaldı. İki kız gap koyduğum bile yamancık koydum. Sizin gapınızı xuma olub ketdik aka. Rahmat. Hamda bu İpek Yolu Sadası programmasi hamda bizdeki tashna naqshchilarimizning bir yaylaqi qo'yamdi. Mandaqcha aytganda bir yaylaq qo'ydi. Bizning hamda kelgusida sizlarga o'xshash ataqliq naqshchilar chiqadigan imkoniyat bu. Mushu orzu qilayotgan naqshchilarimizningki orzulari amalga oshadigan bir sahna. Uzun vaqtdan beri İpek Yolu Sadasini vaqtimizning chiqishicha ko'rib huzurlanib kelyapmiz. Ba'zi ustozlarimiz vaqtsiz bizdan ayrılib ketdi. Ularni har qachon eslaymiz. Mushu munosabat bilan men mushu programmani bir qo'llash yustidan, ustozlarga bir madad bo'lish yustidan bugun bir naqsha tiqish niyati bilan oldinglarga kelib qoldim. Bu programmaning texmo deyishini, texmo yuqori saviyaga chiqishini hayron has qag'idek bir program bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat sizga. Rahmat. Bu do'stimning naqshi aytmigi
unda asoyish emas. Odatda bunda cho'ng ishlarda aytmasa, aytqilinmaydigan bir ish bor. Bugun tuyuqsiz kelib, uning ustiga naqsh aytib berib, bizning beshimizni ko'kka yetkizding deyalash. Rahmat. Mushu programmaning, mush bolalar qatnashayotgan butun yosh bolalarning, biz ustoz bolalarning hammamizning inovat obro'yimiz hey bir daraja eshib, hey biz hali cho'ng ish qilib yetibdik, nima? deb qoldik. Albatta cho'ng ish, albatta yaxshi ishlar. Mana Xalmurat meningki mushu deb sabdishim. İkimiz bir sınıf ilgili keyin o'qigan 95 bitgan. Hem savaqdosh. Hem müşaq savaqdosh, hem ayni vaqtida fikrdosh. Meniki birinchi qitim 94-yili chiqqan Qapliq Ünalıq lentamniki barliq kelish, muzikasini chelish, uning ichining eng huzur naqshlarni menga tavsiya qilishda Xalmuratning menga to'kpisini aytib katta. Rahmat. Lekin o'ziga deb turdim, lekin bugun mushundaq so'rinda deydigan bir fursat keldi. Mana rasmiy deydigan fursat keldi. Men hargizmi bu kunni unutib qolmadim. Rahmat. Biz ikkimizning uniki uchrashib, mush gapni sizga o'zimniki ko'nglimdagi mushundaq bir mamnuniyatlikni deydigan fursat bo'lmayapti. Bugun ajoyib bir so'rin hozirlandi. Mush gapni mush xalq alam oldida, kasbdoshlar oldida men sizga o'z minnatdorchiligimni bir uqtirib olay. Sizningki san'at sohasida qilolmaydigan ishingiz yo'q. Naqsh desa, mana bir kishilik naqshchilik rolingiz bor. Ham bir uningda gap yo'q, mana o'tag'an ustozlar buning haqiqiy nimiz guvochisi. Ham shu etud sohasida ajoyib bir xoslik yaratgan bir ham shunday jonjigarlarimizning birisi. Rahmat, to'g'ri. Shunga men sizga sizlaymiz hozir sizlarda. Sizlaymiz. Lekin endi mundaq bir ilmiy so'rinni sizlashib olaylik. Shunga Isajon hammadan sen deydi. Mushu sahna mana banadan banaga chiqib qoldi. Biz boshda dingviymi? Bu yolg'iz bir bolalarning o'zaro musobaqaga tushib naqsh aytadiganlar emas. Mehr muhabbatni, mamnuniyatni, minnatdorlikni, bir-biriga yordamni, shafqatliqni, apuchanlikni hammani o'rgatadigan bir maktab deyishdik emasmi? Shunda sizning bu fursatni g'animat bilib o'zingizning minnatdorligingizni bildirganingiz bizga bir ulgu bo'ldi, bolalarimizga bir ulgu bo'ldi. Endi bugungi naqshingiz bek chiroyli naqsh ekan. Bu uzun yillar bo'lgan bundaq yaxshi ijodlar chiqmag'ili. Bu ijod naqshani sizning og'zingizdan anglash, puraqlaridan anglash men uchun buyuk bir huzur. Rahmat. Shunga meningki jonjigar qirindishim va shu san'at yo'lidagi meni sabdishim sizga uzoq umr, mustahkam tan saqliq va shundaq do'stligimiz, kasbdoshligimiz menga davom etgay. Mayli ko'rsak, ko'rishmasak, qalbimizda sizning o'rningiz bor. Rahmat. Xalmurat akamni kichigimizdan tatib televizorda ko'ratdik. Bizga nurg'un kuldirgilarni, nurg'un xushalliqlarni ato qilgan akam. Rahmat aka sizga ish qilib, shu vaqtlardagi shu xushalliqlarni shunda sig'ingandim. Bugun sizni ko'rib, shu tashnaliqim qongandek bo'ldi. Rahmat aka sizga. Hamda bu odam kuldirgi, etud, aktyorlik jihatda gap ketmaydi-ku hamda. Bu shu cho'ng Aysa obrazi bilan hammaga tunish. Bizningki rayonimizda hamma xalq biladi cho'ng Aysa Xalmurat desa. Har ishkil ism bilan ataydi, har ishkil ism bilan. Xalmuratni deydi, cho'ng Aysami deydi. Bu hamda bu xalqning qalbidagi ash yaratgan obrazniki naqadar cho'nqur yildiz tatib ketganligi, xalqningki qalbidan o'rin olish deganning o'zi shu hamda. Xalmurat akam bilan doim ko'rishib, mundishib turib bo'lmaymiz. Şunu men bugün bir üzemden şu yürek sözlerimni aytib olay. Qo'limizga tushib qoldi, yaxshi huzurlandik. Men oldi bilan Xalmurat akamni aktyorlik sohasida hamda bular men hamda komediya tarafdagi sohada bir o'lcham ko'rmanchu. Shundaq odamni kuldirdigan ichidan bir xil qiziqchilik bor, lekin mendaq ütep ketgan hargiz yo'qchu. Eng bek huzurlumanchu Xalmurat akamdan. Qasdan emas, tabiiy emas. Aktyorlik sohasining bir ustozlik qilmoqchi men muzika sohasining naqsh sohasida men katta ustoz deb qarayman Xalmurat akamni. Rahmat Mevlan. Ondan men bayon qilmoqchini men mush qitimqi 5-qaror Paridio 5-qaror Ipak yo'l sadosidagi mush yorqin bir naqsh bo'lib chiqdi deb men ishonchim borchu. Oshunda bo'ldi. Nimishqa desang, bu naqshini albatta o naqshim isil naqshi o'zim chiroyli aytdi. Mush adam mush sahnaga chiqsalar ashyadan boshlab bir yorqinchilik paydo bo'ladi-chu. Muammo muhim narsa.
tininiz salamet bolsun, aka aileniz hatırjam, turmuşlarınız baxtiyar, köngüllik bolsun. Naqşlaringizni, muzikalaringizni jiqroq anglab tursa deyilgan iltimosim bor. Bu xalqning o'zininki talabi-da. Biz xalq vokaldan da'vat etamiz. Naqsh anglaylik, naqsh anglayli biz. Bo'ldi. Naqshlar yaqinda beri chiqqan. Shu ko'pchilikning har millat xalqining bahosi intayin yaxshi. Voy bu efendim naqshinimi ajoyib chiroyli aytdi ekan deb mushta iltimoslar borda. Rahmat hamsamlarga. Armag'aysizlar. Hamda xizmatlaringlarning utuqliq bo'lishini, havaskor naqshchilarimizning kasbiy naqshlarga aylanish uchun teninglarning salomat bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Aman bo'lgan. Shunday bo'lganda itizlar qaytandim. Sen to'g'rilgandika. Chiqir yo'l bilan. İlliq uyga isil bezak, oltin üzükki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orom baxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga berishdi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek, dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar Özgüç tem, isil xuruç, tanlanğan ham material. Mehminimiz üzülmedi, dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa, avomdan sizga rahmat. Tetit qo'la sarkisi bagji, dasturxonning zinnati bagji. Xinjiang yaqin xalqaro savdo chekish shirkatidan yangi sovg'at bagji. Mening bir orzuyum bor. Buvamam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yeb keldik? Dilkan obeyci. Kuchliğinizde tazlaşta huzur. Nemi yesiniz şu huzur. Kunni bir tal yesiniz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Uchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi, bargancha yashirsiz. Dilkan Beijing. Basaga berip, partni elep, saqlaqanni sundab, sizlikda qaytib, qani ishim mehmonlar desam, kola bulam şundak bula, dep bulab haşak oluşkende. Yığızda açsınız da bu kapat çıkıdı, tartık kola. Sertan algı çiş pastasını bilemsiz. Sertan çiş pastası Sayram Gölü'nün əvrişki elinğan Tianshan soğuk su algısıdın işlengen patent hukuka ega. Men Mevlan Memtiman. Sertan algı çiş pastasını her birinlarga tavsiye kılman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü keç seher tang, kulumuzda var Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Elnuri Yeşil Organik Bunları Devlet Dereceli Ekologik Rayonda Xalqaro ISO ispat ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undu. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz xom ashyodan xali, ozuqliq ko'yishdan xali Elnuri Yeşil Organik Bunları sog'lomligingiz uchundir. Elnuri. Taşkın demek vücudumga kuch-quvvat. Taşkın derdi sog'lomliqimga madad. Coşkunluk ve işet, taşkından başlangıç. Taşkın, aksıl talqalları. İzdaş aptitaldaki filmlar ilansız, süzük, yengilishsiz. Vakalatçı bulup taqitib kirim qilalaysız. İzdaş tercümanı devlet ortak dil yazığı ügünüşteki en önümlü detal. 200 mingdan ortiq so'zlik ambir seplangan. Aqliy iqtidorlik. İzdaş kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Qiyofatimning yaqinliq bo'lishi uchun ortiq tashamga hech ehtiyojim yo'q.
Ammo pokizlik, xushbiroq va uning eltisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salofat bo'lish kerak. Salofat davrga mos kelgan bo'lish kerak. Meningcha, erlarga mos keladigan pavidio bo'lish kerak. Pavidio erlar yurishdiki. Pavidio. Sertan algaç pastisi qatarlıq patentlik oliy mahsulotlari bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur biofan-texnika cheklanish shirkati mayirlarga omad tilaydi. Anda olsa tövendeki o'quvchimizni Mevlan sen bir tanlab beremsen? Tanlab bakayım aka. Şu bulbulum degende bir etip baskanda ola. Buldu bulbulum. Bulbulum. 大家好，我叫顾丽仙，来自新疆乌鲁木齐。Salam dostlar, yaxshimisilar? Mening ismim Gulshan, Urumchi maydon rayonidan keldim. Men kichigimdan naqsh usulga shunchalik erisman edim. Naqsh usul bo'lsa, joyim turolmaydim. Ipak yo'li sadasi qatnashdagi oxirgi nishonim bo'lsa, o'zimdagi bor ortiqchiliklarni texim namoyon qilib, yetarsizliklarni to'liqlab, oxirgi bosqichga berishga tirishaman.
Adaş özün yalnız nima ko'ryapsan? Izdashdan kino ko'ryapman. Payz kinolar bormi-ki? Payz kinolar deysanqa biz chiqqan Parido Ipak yo'l sadasimi shuning ichida bor? Opla deymanmishda payz desa men tuyjan qilmamsa deyman. Izdash deb izdigina. Bo'ldi, dash, rahmat a. Rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash aptitali mayirlarga omad tilaydi. 这个歌手整个形象还是很不错，形象不错，但是这首歌我觉得选的有点太平了，对，哎，这个从开始到结束基本上都是差不多的，就是一个巴顿的感觉，对，就是这个欠缺一些，我觉得就是在这个舞台上应该用一些跨度稍微大一点的歌曲啊。大家好，我来自乌鲁木齐，名字叫古丽仙。Yaxshimisilar ustozlar? Men Ürümçi Meydon rayonidan keldim. İsmim Gülşen. Ürümçi nereden? Meydon rayonidan. Miçuandan. Asli o'qigan kasbim sestralik. Keyin turmushlik bo'lgandan keyin uyda oila ayoli bo'lib o'tirdim. Yaxshi, qarang. Menimcha Gülşen nayti yaxshi urlab berdingiz mushu naqshini. Uyda bolalar bilan bu naqsha mashq qiladigan fursatlarimiz bak ko'p bo'lmasligi mumkin. Odatda mashq qilib turamsiz ya. Ancha-muncha tomoq atgach, uy ishlarini qilgach, g'ingshib qo'yma degandek. Uyda tomoq atgach, naqsh etgan bilan ma sanning o'xshamaydi. Nega desam, shu men o'ylayman, Gulshan bir chiroyli ayta oladi ekan naqshni. Mushu sahnaga chiqishning o'zla yana Gulshanning mush kasb bo'lgan ba'zi bir tunishlarini, ba'zi bir tushunishlarini cho'nqurlashtirdi deb o'ylayman. Endi uyda bolalar bilan bo'lib, tomoq etib, uyni ishlarini qilgach, aytgan vaqt bilan sahnada qanday bo'ldi ekan, buning nihoyatda cho'ng mutlaq jihatda farqi bo'ladi. Ma tajribalarni yakunlab, bundan keyin yana taxmi bir qizg'inlik bilan, yana bir ba'zi kamchiliklarimizni to'liqlab degandek. Sizningmi o'zingizga kuyingan do'stlaringiz, ota-onalaringiz to'g'risida yurak so'zlaringizda so'zlasangiz. Rahmat. Men bu yerda eng oldi bilan meni beqib qatori qo'shgan jafokash ota-onamga, bu yerda meni qo'llab sahnaga akagan yo'ldishimga, do'stlarimga, meni va naqshlarimni yoqtirib anglaydigan atrofimdagi barcha esil do'stlarimga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Mening bundaq sahnlarga tunji qatim chiqishimdi. Agarchi bugun ustozlarning mayliqiga erishaolmagan bo'lsam-mu, o'zimni mush sahnada turgandan shunda baxtli his qildim. Hammanglarning qimmatli fikr talablariga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat sizlarga. Ustozlar mayliqiga erishib bo'ldingiz. Qoyillikqa erishamay qoldingiz bugun. Bo'ldi, sizni yana bir navbat saqlaymiz singlimda. Gülşen Mo'min, gerçi natija o'ylaganimizdek bo'lmagan bo'lsa-mu, naqshingizni yoqtirganligimizni yushirmaymiz. Umoq farzandlaringizga jasoratlik ona obrazi bilan ulgu bo'lishingizga tilakdoshmiz. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Ekradagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va safliqni asos qilib ishlangan ko'zur mahsulotlari har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Payvideo Sodi cheklik shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash aptitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sartan Algaç pastisi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yengnur Biopantexnika cheklik shirkati yaqindan yordam bergan. Durmaksan Dün akşam neşkigaş müvessekat falan tınakaşı. Tatlı kolası şirketi tam saklayız. Ben mesela aşk hasreti degan naqshni e'lon qilyaptim. 大家好，我是一名人江雅生，
来自于和田玉田县。Yaxshimsizlar, mening ismim İmrancan Yasin. Xotan Keriyadan keldim. Men kichikimdan boshlab naqshga bak kirishman. Men bu İpek Yolu sadasi programmasini birinchi qaradan boshlab ko'rib, shu chaqni tatib ichimga bir o't kirib olgan. Qatnashdiki eng oxirgi nishonim bo'lsa, o'zimning bir kishilik o'rnimni tepib, mushu naqsh kasbida xalqqa yaxshi bo'lgan naqshlarni sunish, taqdim qilish. Qoldirib hasrat yolg'iz ajab ketding nigoh. Qoldirib hasrat yolg'iz ajab ketding nigoh. To'ldirib dilga piyg'am vaslinga zar etding nigoh. Aslingi zar ettin nigoh. Vay çıdımdı yürek, vay buldizdi yürek. Vay çıdımdı yürek, vay buldizdi yürek. Doldurup dılga pigan icran yar ettin nigoh. Doldurup dılga pigan icran yar ettin nigoh. Ayrılışında kasan muqini bergen verdiler. Ayrılışında kasan muqini bergen verdiler. Halk alem aldı da dünyanı tar etti nigoh. Vay çıdımdı yürek, vay buldizdi yürek. Vay çıdımdı yürek, vay buldizdi yürek. Doldurup dılga bırak vesling zar ettin nigoh. Doldurup dılga bırak vesling zar ettin nigoh. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Xinjiang Pay Video Sodi cheklik sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Belikyar elektron fan texnika sherikti izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi.
3. derecek mukofotga erishgan mahirimiz bo'lsa, Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklanish şirketi 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 4. derecek mukofotga erishgan mahirimizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Albatta 5. bo'lgan mahirimizga mukofot buyumlarimiz bor. U bo'lsa 5. derecek mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yingnur biopantexnika cheklanish şirketi 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishishmi ergiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erishish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Bana yaxshiroq bir tish pastasi tavsiya qilsang. Vay, ta'limga adashdasan. Mana bu Yingnur şirketininki Sertan Alga tish pastasi. Sen ikkini yapıp kemenek ta'limga keberini sen işilti adaş. Sertan Alga tish pastasi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yingnur biopantexnika cheklanish şirketi mahirlarga omad tilaydi. 我觉得就是整个它的这个条件、声音都非常好啊。我们现在就是年轻的这个歌手，主要就是想把琴这块再加强一下，把琴融进在咱们的歌曲。对了。各位老师好，我是一鸣人江雅生，来自和田玉典县。Yaxshimsizlar, aziz ustozlar, mening ismim Imronjon Yasin. Xotan Keriyadan. Mevla pişman kıldınız mı? Pişman kıldınız mı Mevla? Pişman kıldınız. Hazır. Bu zaman icadiyeti mi? Yok, bu Abdusami Erkin efendimning icadiyeti. Pek çıraylık nakşiken, pek çıraylık bu. Abdusami'nin nakşisi. Bu bizi ilki xalq nakşisiga o'xshaydigan qilib ishlagan. Shundoq. Abdusami'nin ijodiy ağanlar ekan. Yaxshi bo'ldi. Bu cho'ng natija bo'ldi. Ayshugul ma'lum cho'qim yuqori ovozning qismini o'ngshayma deydi. O'ngshaymiz. Keskin. O'ngshaymiz. Bundaq bo'lishida biri mazir bu Abdusami inimninki ishlagan naqshi ekan. Bu hozir bildim. Bu naqshi bak go'zal, bak chiroyli yozilibdi. Bu naqshi bir ta'sir qildi menga. Ikkinchidan ma inimni bak chiroyli aytdi. Ba'zan bir iliq u yerda tayinayotdi, ketyotdi, lekin iliq muvaffaqiyatli ijro qilgan yerlari yomon chiroyli, bak go'zal. Ko'p persentni egallaydi. Chiroyli. Shunda menga tegdi mana shuchu. Yuragimga ta'sir qildi. Shuningga men dil bosdim. Mening gruppam kelishingizni qizg'in qarshilayman. Rahmat ustoz. Asar bak yoqdi. Yana shu burunqi gap milliy estrada deymiz. Xalq naqshlarininki ta'sir ostidagi amobab naqshlarda. Milliy amobab. Menga bak yoqdi. Menga qandoqdir xalq naqshlari masalan yanlam avvalgi gap masalan Maralbishi, mush makdiki, mushu Ushaqpada degan naqshlarninki endisi shunda ko'rinib turibdi. Bu Abdusami Erkin degan Abdusami mushna muzikasini ishladi dedi-ku. Shu Abdusami Maralashidan. Mush to'yg'ingiz xato emas demoqchiman men. Shu do'lanninki ta'siri, shu ahang melodiya alayidliklar bor. Shundoq. Shuningga bu mana shu har qanday qilqi davrninki sinoqlaridan o'talaydigan har qanday davrga mos keladigan kuchlik asarlarninki birisi ekan. Shunga men asariga ta'sirlandim. Anidan keyin bizmi aytsak bo'lgan naqsha? Bu toza bo'ladi. Bizmi aytsak bo'lgan naqsha? Shundoq. Anidan keyin sizmi shundoq yaxshi ijro qildingiz boshdan oxiriga butun vujudingiz bilan. Endi shu ijro qilish jarayonidagi uslubda azroq shu ta'kidlash to'g'ri keldi. Lekin uni ham keyin kelgusida mash tugandiki yoki mening gruppam kirib qolsangiz buni ham o'ngshaymiz. Toza qo'ysangiz buni. Chunki ovoz chiqarishga, puroqlarni ilishga to'sqinlik bo'layotgan omillar bor. Shu menga faqat shu texnik o'rganish ketadi. Mayli oblat ma'lumotga keling, mayli bizga keling, men kelsangiz mushunaq omillarni hal qilamiz. Ammo bu inimda yana bayqi deyilayotgan, necha kundan deyilayotgan aql texnik bilan aqlni birlashtirishdagi mencha aqlliq naqshchi, aql bor ekan. Chunki shu siz deyotgan yuqori ovozga chiqqandagi 1-2 yerdagi ovoz shu sharoitni yer bermayotgan tarafni aql bilan hal qilib o'tib ketdi deb o'yladim. Shunda
Aşı ma'lumlar qaçta ta'sir beribsə, xeli ondan o'ylashibsa juma. Ko'p masalalar xiyol bilan hal bo'ladi, o'ylash bilan, analiz qilish bilan, tafakkur qilish bilan hal bo'ladi. Ustozlar degan gapning hammini uni ovozini bundoq chiqirib chiqib, tiqroq o'ylab, his qilib hal bo'ladigan narsa. Ashuningda bir to'g'ri bir yo'l chiqdi. Ashuni biz fangfa deydi ekanmiz. Shuningda menmo umid qilaman, bu balamiz mayli Ablat Ma'lumning yeniga bo'lsin, mayli Ayshigul Ma'lumning yeniga bo'lsin, shu bir yaxshi bunda qarasam baladan bo'ldiganda shundoq. Men o'rlib qarasam o'zim nati yiqishliq, chiroyi shundoq. Hamda ma'lum bo'ldi. Shunga sana eng oxirgi tanlash fursatini beramiz. Yakunni e'lon qilgin. Mening tanlashim Özgüç tem. İsil xuruç. Tanlanğan xam material. Mehminimiz üzülmedi. Dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa. Avamdin sizga rahmat. Tetit qo'la sarkisi bagji. Dasturxonning zinnati bagji. Xinjiang Yaqin xalqaro savdo chekish shirkatidan yangi sovg'at bagji. İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqib ko'zdek mos keladi. Aziz tiningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, oram baxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün əvrişki elinğan Tianshan soğuk su algısının işlengen patent hukuka ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her birinlağı tavsiye kılman. Sertan dişini çimitiş üçündür. Her günü keçse her tan kulumuzda var Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Bazaga berip, tartı elep, saklapanını sundep, çizikte kaytıp, kenişim mihna Allah desem, kola bulam şundak bula, dep bulap peşek uçkende. Yığızda açsınız mı kapa çıkıdı, tartık kola. Acayip, pakiz duygu. Pakiz suydaki intizarlar. Tabiat bana pakiz hissiyat ata qiladi. Suv bor joyda pokizlik bor. Tabiatdan kelgan yashin mineral suyi. İzdaş aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdaş tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir hisoblangan. Aqliy iqtidorli. Groyi, taşqın yürüşlük sağlamlık mahsulotları ve tartuq yürüşlük kolaları mahirlerimizga omad tilaydi.
Ablet Ablikin ustası. Bu seni kirişler ama. Ishonch bilan bosgan qadam chechak ichib neyubadik. Yosh yigit Imron Yosinning naqsi bizni ixtiyorsiz muңlandirdi. Ustozlarning moyilligi bizni ham shodlantirdi. Ablet Ablikin ustozning yetaklishida sizdan ko'p umidlarni kutamiz. Mahirimiz İmrancan Yasin bu qitimdagi bu shu tunji bosqichga Oshiq Hasrati nomidagi bir naqshni elib kelibdi. Bu naqshi noyatibek melodiyasi mo teksti mo noyatda chiroyli naqsh ekan. Shu naqshini ham bu elimiz noyatda go'zal bek chiroyli ijro qildi deymanda. Shu menga bek ta'sir qildi bu naqshi. Shuni o'rildim. Bu mahirimizga boshqa ustozlarmi mayilligini, qayilligini bildirib o'rildi. Bu mahirning ham bizniki guruhimizni, yana tashqi guruhimizni tanlab, guruhimizga qatilganligini qizg'in qarshi olaman. Keyingi bosqichlarda yaxshi natijalarning bo'lishiga tilakdashman. Anda olsa biz Ayşegül muallimni tuvandagi naqshini bir e'lon qilib berishga taklif qilaylik. 连续一周8连。大家好，我是来自新疆昌吉的凯撒尔卡米勒，我是乌兹别克族。Yaxshimisiz do'stlar, men Qaysar Kamil, hozir san'at shu yerda o'qiyapman. San'atga kelsak, uydagilar bek qo'llaydi. 2018-yili men shu muzik o'rindash kasbiga birinchi bo'lib o'tib, undan keyin uydagilarning qo'llashi bilan bu maktabga kelib qoldim. Birinchi qitim Ipagulni endi uyda ko'ygan o'chog'da men shujon o'qiyotgan vaqtlarimda. O'chog'da endi nurg'un ustozlar bo'lgan keyin sal qiziqish bo'lib, shu endi muzika yo'lini tanlab qolgan. Eng oxirgi nishonim bo'lsa, opamning orzusini davomli amalga oshirish, hamda o'zimning orzusi shunday bo'lgan keyin. Bu qitim Ipagul sadosiga o'zimniki iqtidorimning nadan nagacha bo'lganligini, o'zimning cho'nqur bir orzuyim botdi, shu sahnaga bir chiqib, o'zimni bir tuqqanlarning orasida bir yuzimni ketasan deyman.你曾经对我说，你永远爱我。爱情这东西我明白，但永远是什么？姑娘你别哭泣，我俩还在一起。今天的欢乐将是明天永恒的回忆。啦哒哒哒，啦啦哒哒哒哒哒。今天的欢乐将是明天永恒的回忆。什么也可以抛弃，什么也不能忘记。今天你说的话都只是你的勇气。春天还刮着风，秋天还下着雨。春分秋雨多少，还是山盟随风远去。啦啦啦哒哒哒哒，啦啦啦哒哒哒哒。亲爱的，我才说你我永远不分离。你不属于我，我也不拥有你。姑娘，这世上没有人有占有的权利。或许我们分手就这么不回头，至少也不用编织一些美丽的借口。啦啦啦哒哒哒哒，啦啦啦哒哒哒哒。亲爱的，我再说你我永远不分离。
Paridio'ning teri yashatish marimiz ekan, terim yaxshi emas da'vatqanlikdan. Sen işiltirken sen de bunu ha? Voy, Allah uchunlam shinibdi degan bu. Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari mayirlarimizga omad tilaydi. 我觉得就是现在的年轻人很有想法，而且他特别想听他唱歌就非常享受，他其实一直就是在他的音乐当中，对，沉浸在他的音乐当中，挺好。我觉得就是年轻人都应该有这种状态，他就是完全就是在歌曲里面，抛开可能咱们这个舞台上，他可能当时也没有想评委哪一个，他完全我们可以感觉到他投入到了这个作品当中啊，我觉得还是非常好，表现得非常好，小伙子也很帅啊。各位导师好，我是来自新疆昌吉奇台县的凯萨尔卡米勒，21岁，乌兹别克族。Salam ustozlar, men Go'chongda kelgan Qaysarjon Komil bo'laman. Bu yil 21 yosh, sanash yo'nida hozir o'qiyapman, 4-yillikdan chiqdim. Nimada o'qiyapsan, Qaysar? Mushu zamonaviy naqsh o'rnash kasbida. Naqsh tushidi ekansan sen shunda o'qiganda. Naqshini menimcha nayti hozirgi 21 yoshlik Qaysar o'ziga nisbatan yaxshi ijro qildi deb o'ylayman. Buni ovoz sharoitimi qog'inni ma'lumlar desin, yaxshi. Bizde ikki muallim qara sana ey deb yurib boshini o'zing qaratding juma. Ya yaxshi aytding. Ablat muallim, Mavlon muallim. Rahmat. Qara, sen mushu aqchan ikkisining birisi bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'lardi deb. Hammamiz o'rildik. Hammamiz o'rildik. To'tli ustoz o'rildi. Qachondan beri o'rildinglar sizlar? O'zinglarni isbotladinglar. Dastlabki men o'rildim. Ikkinchi ulab Mavlon. Uchinchi ulab Aygul, to'rtinchi ulab Ayshul muallim. Vau! Endi hissiyatdan so'zlab baqa. Endi shu men endi o'ylab boqmagan tunjiqdim. Ipak usadasiga chiqib, o'ylab boqmagan endi ustozlar o'rlanmasmi dem. Endi o'zim cho'qim shu naqshamni andan bir aytib olsam, endi keyin shu ota-onaning orzusini bir amalga oshirib, bu o'zimni kesib bo'lganki o'zim yoqtiraman-da albatta. Shuna bo'lgan keyin shu o'ylab boqmagan ishlar bo'lib ketdi bu yerda. Ota-onalar bilamdimi yakka qatnashayotganini? Ha, bildim. Nima deydi ular? Endi shu dadamning sal mao yuragi sal chaltoqchi, shuningga endi bek hayajonlanib ketmasin deb sal anliqi jiq gap qilmagan dadamga, opamga gap qo'ygan. Şu anda bir şey qatnashiman deb, anikin opamni burun endi muzika o'qituvchisi. Shunga endi. Ha, bu sizlar oilada asli tegidan bosh ishganda bu. Sen endi asta berib dadangga qulqi bo'shda. Ko'pchilik ma'lum oilanda xotirjam bo'ldi. Asta deganda o'rilmay qolsa qanday ular degan bir ehtiyot bilan dada o'qitib ansirab qolsin deb. Endi ansirashdan boshqa mau 4 yil muallim biroqla aylandirgan ma xo'sh xavam odamni tuyuqsiz bir hayajon bilan yana ig'izlab qo'ydi. Yetar birdan deb. Kechib qo'ygan yaxshimikin. Qatnashqanlar dedingmi rost? Qatnashqanlar degan qatnashib bishida mau xayshin qatnashib ashna degandim. Endi o'talurmanmi deb shunda deb, shu dadamga deb qo'ysam, voy balam o'tsa undan ansirmasan deb. Qara, dadam nima degan yaxshi odam. 21 yoshda taxa. O'zlar shunday fursatlarga intilib turadigan. U qat'i ansirash yo'q, qo'rqish yo'q. Asliga fursat taxi ko'p. Ammo yana bugun kutilmagan yerdan biz 4 yil muallim aylanib shunday qoyilligimiz bilindidik. Ko'nglimizga yoqqashqa hammaylan to'liq aylandik. Bunday qilib aytganda men Tunis ulab aylanibdiman. Endi rasmiy boshlig'idan gapirdim. Endi rasmiy boshliqsam biz
Mao üç muallimning gapini anglaymiz. Chunki bularni nima uchun aylanganligi to'g'risidagi o'zining bir tuyg'ularini, hissiyotlarini cho'qim deyish kerak. Ammo oxirdagi tanlash yana bizning gruppa. Men bizning gruppaga kelib, keyingi bosqichlarda qo'lni qo'lga tutishib, eng oxirgi bosqichlargacha qanchalik maqalasak, shunchalik har bir bosqichda o'zimizniki hozirgi shu ovoz, shu uslubda eng yaxshi bo'lgan bir o'zimizning holatini ifodalash uchun birlikda tirishimiz. Bo'ldi bor. Qaysar ukam, shunday his qildim men, shu mening gruppamga tushadigan ovozdan deb o'rlib qarasam, obrazimmi mening gruppamga tushadigan obraz turdi-chu, yomon. Shunda bo'lganda men hamda o'zim mening gruppamga kelamdiki deb o'yladim qara. Hamda sana başdan oxir tunishtirish kerak yaxshana. Sizlardan azroq xabaring bormi yo? Baba 4 yil ustozni xabarim bor. Bu bak aqlliq bo'ladi. Unda bo'lsa qara, hamda mening gruppamga keldi vaqtim bilan men gruppamga kirgandikilar men yolg'iz emas, sen bilsa bizning ansamblimiz bor. Hamda shundaq bir qat'ul muassasa ishlarimizni ancha-muncha demek balon talaş kılamayacağında kıldı aka. Nazırak be. İlan bireydi. Şimdi Luyin pangımız bakır. Muş rayonumuzdaki muş Luyin kılış, müzik işleş, muş yödi paylayan nimcette en yaxşı tekniki sevmiyiz bak karafka. Mana sizde sendek ballarını biz işkandı kütümüz. Kendi kademlerine meniş üçün. Cuma? Bu Mevlan İlimbay aytgandek hozirgacha Luyimpingniki kengligi sidajan yo'di normal petib yaxshi bir yo'di paylan qilish jihatda, o'rin jihatdan, sharoit jihatdan, texnik jihatda Mevla ilimning oshindaqdi. Ammo bizniki yaqinda bayqirgan takrorlarni 300 necha kvadrat metrlik cho'ng bir o'lchamlik studiya qurilib, sizlardagi yosh bolalarniki meşq elib berilish uchun mening gruppamga kelsan, kunda shu sizlar uchun uch foydalisi bor. Mening gruppam seni har vaqt qarshi oladi. Bo'ldi. Yana bir gap, 21 yoshman. 25. Mening o'g'lim Jasur Ko'jamning o'shanda to'chi o'qitadi. Men izbasarim bo'lib, ishkanlar tang yoshda ekansizlar. Uni to'chi o'qitadi, ham pianino chaladi, ham naqshi aytadi. Balkim diqqat qilgan bo'lishi mumkin. Ishkanlar do'st qilib qo'yib, dag'bir a? Başka gaplarni bek ko'p anglab ketmaylar. Bo'ldimi? Qolganlar hammasi ozdirish. Ma ishqilgan bir ozdurib qo'ygan. Taşölada naqsh kasbi 5 yilchu. Lekin hamda siz 4-chilik chiqib qopsiz, yana o'gindigan, yana shundaq jiq narsalar bor. Siz bor maktabda. Hozirgacha siz taqa dars berib baqmagan, to'g'rimi? Men dars berib baqmagan. Maya, demakchi bo'lganda meniga kelsangiz, endi men qo'shib dars bermadim. Jiq do'yon xon narsalarni o'rganalaysiz. Hozir sizda jibin, gongji, chavami narsa bor, lekin yana biz ko'p taraf ko'p qutuplab qarab menishimiz kerak. Sizda yana mening gruppam kelsangiz o'rganadigan nurg'un narsalar bor. Aygul muallimni biz maktabdan o'qitish qilib o'rlashtirdik. Bu gidevattonga Aygul muallimga kipiga dedi bu. Qaysarni maktab ichida ko'rib ekanman. O'zining obraz, ovoz va ijro shundoq kepti. Chunki sahnada adam shundoq badan, ustixon, shundoq mijatdan keldigan bo'lish bek ozchu, bek kam. Endi faqat hozirgi zamon uslubini o'rganishdan burun, masalan, Yevropadagi hozirgi zamon naqsh aytayotganlar eng avval klassikdan keldi-chu. Klassik sizga texnik o'rgatadi. Aniqligi shu texnik bilan hamma sohadagi naqshni aytalaydigan bo'lgan vaqtingizda bir rasm utib chiqsiz. Shuningga yanalam shu Aygul ikkimizdan o'tmasangiz, xalq naqshlaridagi puroqni o'rganmasangiz, yana shandayning o'disidan chiqolmaysiz. Qaysarjon, yumshoqchu. Bütün diqqatda, bütün vücudu özünün dünyasida, bütün musikanın içinde yaşaydigan bala bu. Müzik üstüde toxtamay izdandigan. Ondan sonra takımın üstüge Madeni naqshchi bu. Aygul muallimning degandan qaraganda shu mening gruppamga taxmin loyiq ekan. Sen kamput deyman. Bu mendan mana og'zi kampus o'tmadim. Qaysarjon, menda jiq kamput bor. Sazpas çalamsa. Gittan ajoyib bez çaldı deyman. Yaxshi. Bo'ldi.
Gap aniq ha. Isab bo'ldi. ish qilib demak Mevlam ustoz kelsingizmi Mevlam ustozning o'zgacha uslubi bor Ayshugul ma'lum kelsingizmi Ayshugul ma'lumning o'zgacha uslubi bor Ablatkamning shu meningmi shu demak menga kelsangiz hammasi ammo bolam menda o'shuli da'vatxonasining hammasi bor ishlamsa ha bo'ldimi ha bo'ldi ko'k chiroqni besanglar bo'lmas sening kallang bolam menga kep bo'ldi agar no'ch bo'lsanglar ko'k chiroqni besanglar bo'lmas menga keladi shundami aniq ko'k chiroqni o'z besanglar deydi-ku bo'lmasa menga hisob bu yo'q mandaq alaqa hey sening tanlash huquqing bor juma hozircha taqayna shu vaqtishina amisa mandaq qaysar o'tgan ma'lum seni elishni yaxshi ko'rdik buni tushunib bo'ldik hozir ablat ma'lum deydi bu asosan menga kep bo'ldi deb ishinyapti o'ziga hozir mening guruhimga kirib bo'lding bolam shunga ma 3 yil kirib bo'ldingmi talaqda shu ko'k chiroqni besib mendan biroq 8 kirdigan huquqni bersa uniki bo'lmasa ishkilanma mening qachon kelsam bo'ldi qani talashinglar hozir bir narsa o'yladim qaysi ma'lum tanlashni o'ylab bo'lding hey sen kirishdan burun birazdan o'ylashganmisan o'zgardimi shu yo'q rost gap qila rost o'zgarmadimi yo'q man qaradi endi ma'lumlar ablat ashta bir taklif berdi qaysanglar o'zi yeshil chiroq yiqishib qo'ysanglar bormi yeshil chiroq yaqammisanglar ma bolam mening kelib ketamda ha u deb yo'q men o'zi yeshil chiroq yoqmaylik akilmayman shu o'zining nishoni bor biz ishimiz Valla 21'ge kiripse, mening o'g'lim Jasur o'g'lim Jasur Jayan Yoshan Zochi o'qiyotdi qara. Sen Liushing Yon naqshida o'qiyotibsa, bizlardan keyin qolsanglar bir-biringizga naqsh yozdi desa, aytsa bunda. Dadam qo'rqsa. Keyinliklarni o'ylab qo'yaylar. Mushularda barning hammasi menda bor. Bir lig'iz gap, ha? Ya'ni kim tempo etmaydi? Yeshil chiroq yiqish bormi yo'qmi? Mana hech kim yeshil chiroq yoqqanmidi? Siz yoqaldingizmi bularga? Ben birinchi ulab o'rildim-da. Lekin siz yoqdingizmi? Men birinchi ulab o'rildim, shu yeshil chiroq, men shu birinchi ulab o'rilishimni o'zida yeshil chiroqma balaga. Yo'q, siz iliqmachilig'ingizni bosdingizmi hozir? Menga kep bo'lgan tursa bu bola. Bizim degil olmaydi. Hozir o'zini so'rayman, keldi-mi, kelmadimi? Hech qasanglar yeshil chiroqni bagingni kelmadi qo'ymish balamga. Yo'q, chunki menga keldi deb o'yladim men buni. Shu yili yeshil chiroqning lozimi yo'q bu yigitga. Ablat ma'lumiga deyapsizlar, u yeshil chiroqni o'rnini usanglar bekor hozir. Yeshil chiroqning usimi kelsan qo'ymagan. Bu otlaymiz qo'ydim, 8 kuchliganga hech kim emas. Amma 8 kuchlikka o'tishning o'zi bir naqshini kam etish degan gap. Mush bir qatimliq fursatda eng yaxshi go'zal naqshdan birini ijro qilib o'tish bu alomat bir yaxshi natija. Bu 8 deb aldab bilan bir naqshini kam o'qitib qo'ysa uni ma'qul deymizmi? Sizlarga hozir biz 20 sekund vaqt beramiz. Yeshil chiroq yaqinda qoldi, yaqinlar bo'lmasa, shu o'g'limiz o'zi tanlaydi. Shu kirishdan burun o'ylagandim, mana tanlig'ini bo'ldi. Yoqmaysizlar. Sizga ba'da tushunlini. Valla sil nimda pixsi. Ya, chiroq yiqib kamiz shu. Chiroq yaqinlig'im bormsan bo'laverdi juma. Yeshil chiroq yaqinlig'i. Bir sinib atlashni yaxshi ko'ramiz, kamisin bo'ldi. Amsi bunda qildi. Talabasina bo'ldi. Qara. Sening mo xiyolingda balkim dadang bilan maslahatlashgan deyishlar bor. Ash bo'yicha hozir 10 sekund o'ylanib, ana keyin sening eng oxirgi qaroringni e'lon qilsa. Sening eng oxirgi qaroring rahmat sizlarga. Eng oxirgi mening tanlashim bo'lsa Sizcha bu mayirimiz qaysi ustozni tanlaydi? Qiziqsangiz, diqqatingiz kelar haftadagi Pavideo Ipak Yo'li sadosi programmamizda bo'lsin. İpek yolu sadası, sevginin yok çiğnası, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çiğnası, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çiğnası, hoş avazlar
guli sadası Kadın ipek yolida Ecdat bolgan çevendas Cüzgün kan var tumurda Küy nakşesi hoş avaz Gümüş bağlar çok izi Nur kaydı bu yüreğe Büyük karvan var izi Aman yeter ileke Büyük karvan var izi Aman yeter